Aziz qarindoshlar, söyümlük vatandaşlar, cümleden O'rta Osiyo davlatlarida yaşayotgan Uyg'ur yoshlari. Men bugun sizlarga dunyoning har qaysi joylaridagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlari va vakillari nomidan salom yo'llash bilan birga yosh o'g'il qizlarimizga, ini singillarimizga ikki og'iz xitob qilmoqchiman. Milliy ozodlik ko'rishimiz tarixida Uyg'ur yoshlarining har qachon jangovarlik, avangardlik, fidokorlik hislatlari bilan kurash g'albisiga kapolatlik qilib kelgan asosiy qo'shunliq rolini o'taganligi hammamizga ma'lum. Bugun xalqimiz tarixda ko'rilmagan og'ir azoblarga, diniy, madaniy, irqiy qirg'inchiliklarga, millat sifatida yo'qotilish xavfiga duch kelmoqda. Millionlagan xalqimiz Xitoyning jazo lagerlariga majburiy qamalib, odamiylik izzatlaridan, eng aqalli yashash haqlaridan mahrum qilinmoqda. Og'ir xo'rliqlarga uchramoqda. Bu xil fojiali qismatlarga javoban vatan sirtida Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshida bo'lib, barliq Uyg'ur tashkilotlari Xitoyga qarshi kurashlarini keng doirada qanot yoydirib keldi. Dunyoning har yerlaridagi qaysar Uyg'ur yoshlari ko'krak kirib o'tirg'i chiqib, namoyish qilish, guvohlik berish, uzungi yurishlar qilish, imzo to'plash kampaniyalari elib berish, shaxsiy qarshilik faoliyatlari uyushtirish, norozilik bayonotlari e'lon qilishga o'xshagan har xil shakllarda mujodalalarni qanot yoydirib, jazo lagerlari masalasining dunyo siyosatining kun tartibidan o'rin olish yo'lida imkoniyat yor bergan doirada jasoratlar ko'rsatmoqda. Holbuki muajiratdagi Uyg'urlar eng ko'p o'ltiraqlashgan O'rta Osiyo jumhuriyatlaridagi vatandoshlarimiz bu davlatlarning siyosiy sharoiti sababidan yetarli sado chiqarishga jasorat ko'rsatmay keldi. Ammo bu davlatlardagi qozoq, qirg'iz qarindoshlarimiz Sharqiy Turkistondagi tuqqanlarning izdirigini qilib, Xitoyga qarshi har xil norozilik harakatlari elib beryapti. Biz O'rta Osiyo jumhuriyatlarining siyosiy vaziyatini bilamiz. Bu yerdagi vaziyatni Yevropa, Amerika qatorliq demokratik davlatlardagi vaziyatga o'xshatqilib bo'lmaydi. Shunga bizning O'rta Osiyodagi Uyg'ur xalqini, jumladan yoshlarimizni imkon yor bermaydigan ishlarga da'vat qilish haqqimiz yo'q. Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston davlatlarida yashayotgan Uyg'urlar bu davlatlar mustaqil bo'lgandan keyin bu davlatlarning qonunlariga rioya qilgan holda bu davlatlarning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniyat taraqqiyotiga zo'r to'plarni qo'shib keldi. Bundan keyinmi texnik zo'r tirishchanliklar bilan bu davlatlarning taraqqiyotiga hassa qo'shishi, vatandoshlik majburiyatlarini jon fidolik bilan o'rinlash bilan birga ona vatani Sharq Turkistonda azob chekayotgan qarindoshlarini unutib qolmasligi. Ularning bugungi ichinishlik avvallariga bosh qatirish kerak. Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'izistondagi Uyg'ur yoshlari az deganda Xitoyning jazo lagerlariga qarshi mujodala qilayotgan qozoq va qirg'iz qarindoshlarimizni qo'llab bir safda o'rtaq harakat qilish fursati va imkoniyatiga ega. Qozog'iston va Qirg'izistonning qonun tuzumlari doirasi ichida Xitoyning Sharqiy Turkistondagi jazo lageri siyosatiga tinch shakllarda norozilik bildirish haqqiga jazo lagerida iz daraksiz g'oyib bo'layotgan urug' tuqqan, do'st birodar va qarindoshlarini surishtirish huquqiga ega. Sharq Turkiston xalqi bilan hech aloqasi bo'lmagan bengalliklar, malayziyaliklar, indoneziyaliklar, hindistonliklar Xitoyning inson qalbidan chiqqan zulmlarga, Uyg'urlarning diniy, iqtisodiy, milliy kimligi qilinayotgan tajovuzchiliklarga norozilik bildirib ko'chalarga to'kilayotgan bu kunlarda Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston yashayotgan 1 milliondan ortiq Uyg'ur qarindoshlarimizning jumladan sizlar yoshlarning o'z qarindoshlaringlarning oqibatini surishti qilish, ularning jazo lagerlaridan qutulib chiqish uchun qonuniy ravishda harakat qilishinglar intayin normal hodisa bo'lib qolmasdan, balkim bu bir vijdoniy, milliy, diniy majburiyatinglardir. Bu bir zurriyatdir.
sükut turuş bekla içnarlıq hadisi bulup qalmasdan belkim ağır bir cinayettir. Men Orta Asya Cumhuriyetlerindeki vatanperver Uyghur yaşlarını hem de Kazak, Kırgız, Özbek ve başka kırındaş, dindaş millet yaşlarını tarix betlerden millet süpütü yoqutuluş xatirge duş kivatkan Şarq Türkistan xalqiga ega chiqishqa. Ularning erkinligi ve normal insani hayatga erishish haqlarini qo'g'dash yo'lida fidokorlik ko'rsatishga, hech bo'lmasa Xitoyning insoniyatga qarshi bu zulmlarga javoban bir sado chiqarishga chaqiraman. Şarq Türkistan xalqining beshiq kivatkan bu kulfatlarning ata Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston xalqlarining beshiga kelmasligi uchun hozirdan boshlab tadbir elishlarini, uyqudan uyg'onishlarni, sukutni tark etib, bu zulmga, adolatsizlikka, insoniyatga qarshi ishlanayotgan jinoyatlarga qarshi qonuniy ravishda kurash qilishlarini umid qilaman. Alloh haq yo'lda kurash qilganlar bilan birgadir. Sözümün ahırda O'rta Asya Cumhuriyetlerindeki vatandaşlarımızdan Dünya Uyghur Kurultayı yo'q qo'ygan Uyg'urlik bedeli sistemini aktiflik bilan qo'llashni umid qilaman. Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston Cumhuriyetlerindeki yaşı 18 yaşdan alqıgan her bir Uyghur vatandaşımız töleyelaydigan bu $1 Uyg'urlik bedeli davayimizning Birleşken Devletler Teşkilatı'da, Avrupa İttifakı'da, Amerika Kongresi'de, demokratik devletlerde yanımı ciddi gün tertip gelişige hesile katıdı. Xitayning jazo lagerida inson qalbidan chiqqan vahshiy usullarda azoblanayotgan qarindoshlarımızning ozodligi uchun töhfalar qo'shdi. Sharq Turkiston milliy ozodlik ko'rishiga singdirgan qimmatli bir ajr hisoblandi. Shunga barliq qarindoshlarimizni ayda to'lagan $1 bilan nima masala bo'ladi demasdan bu Uyg'urlik bedeliga cho'qim astoydil muomala qilishga chaqiraman. Rahmat.